Faqat foydaga emas, zararga ham ishlaymiz. Men sizlarga hozir ikkita mahsulotimizni atigi 1.350 ming so'mga ko'rsaman. Birinchisi lyulkamiz bo'ladi, Canelli brendidan. Hop, buni funksiyasida taroz funksiyasi bor. Farzandinglar bemalol vesni ham o'lchaysiz. Tug'ilgandan boshlab bemalol 6 oygacha ishlatsangiz bo'ladi va farzandinglarni boshini chayqatmasdan tebratadi. Ikkinchi mahsulotimiz bu kolyaskamiz. Narxini to'g'ri eshitdinglar. Shu ikkita mahsulotimiz 1.350 ming so'm. Narxi yoqqan bo'lsa like bosib qo'yaverasizlar. Yig'ilishi juda ham udobniy. Bemalol ochib ishlatsanglar bo'ladi. Podstakanniklari, orqasi mexanizmli. Ichida komplektda zimniy chexollari ham bor. Amortizatsiyalar yumshoq, bo'ylarga qarab turib regulirovka qilurasizlar. Bu yoqda oldlarini ham ko'rib turganda temirli qilingan bo'ladi, plastmassa emas. Bu mahsulotimizni xarid qilsangiz aniq foydali bo'ladi. Sotib olgan odam ham puliga baraka topadi va ishlatgan odam sifatiga. Bu kolyaskalarimizning 3 xil ranglari bor. Ko'k, bejeviy va seri ranglari bo'ladi. Narxi 1.350 ming so'm. Shunda har bir mahsulot 675 ming so'mdan tushyapti. Bu ikkita komplektda xarid qilsangiz shunaqa bo'ladi. Agar alohida sotib olsanglar ham o'zi bu ham o'zi qimmatga tushadi. Biz buni komplekt qilgan holda 1.350 ming so'm qilib beramiz. Bunaqa shansdan ulgurib qolinglar. Bilasizlar kimga jo'natib yuborishni, bizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin, hammanglarni do'konimizda kutib qolamiz.